Dunyodagi eng gelishgan yigit tanlovlarida ko'p bor birinchi o'rinni egallagan idol. BTS guruhi a'zosi Jungkook 1997-yilning 9-yanvar kuni Koreyaning Pusan shahrida tug'ilgan. BTS a'zolari orasida eng kenjasi. Jungkook bilan tengdosh idollardan Roje, Lisa, Chaunu. Jungkookning otasi yoshligidan juda ham kelishgan bo'lgan va uni onasi otasining orqasidan juda ko'p yugurgan va oxiri turmush qurishgan. Jungkookning otasi YouTube'da ko'rinish berganda uni tashqi ko'rinishidan hamma hayratda qolgan. Jungkook yoshligidan sport, san'at, musiqani yaxshi ko'rgan. 2011-yil 15 yoshida shu postda K3 tanlovida qatnashgan va yiqilgan. Lekin bu tanlov uni hayotida juda ham katta o'zgarishni olib kelgan. Bu tanlovdan keyin unga 7 ta eng katta kompaniyalar JYP, Cube, Ulim, FNS, Starship, TS, Big Hit kabi katta idol kompaniyalaridan idol bo'lishga taklif kelgan va u Big Hit kompaniyasidagi RM'ni ko'rib Big Hitga kirishga qaror qabul qilgan.